Rabbimiz ba'zida o'zi yaxshi ko'rgan bandasining duosini kechikib ijobat qiladi. Ya'ni bandaning texmi ko'p duo qilishi, texmi ko'p yalvurishi, Allohning huzuriga texmi ko'p chiqishi, texmi ko'p tilishi uchun. Bandaning Allohga bo'lgan do'stligining kuchayishi, yalvurishining ko'z yoshlarining ko'payishi, qalbining har doim Alloh deb so'qishi, Allah bilan orasidagi pardaning ko'tarilishi uchun. Bundaq bo'lmagan bo'lsa edi, Alloh bandasiga quloq berishni xohlamas edi, bandasini duoga chaqirmaydi. Yoki tilginni tizli berib o'tadi. Bu xuddi bulbul sayrisi yemini kechiktirib, qog'i qaqildisi darhol yemini berib, unini o'chirganga o'xshaydi. Ba'zi go'zal qalbliklarning ovozlari bordirki, samoda yangraydi. Bu ovozlarga farishtalar zo'qlanadi. Ana ular qalbi mustahkam, umri dard bilan o'tgan chorisizlar. Lekin ularning qalbi Alloh sevgisi bilan to'lgan. Alloh bu qulini shundoq yaxshi ko'radiki, uning tiligi nima bo'lsa, Alloh uni jannatga kirguchi saqlatadi. Tiligini jannatda beradi. Banda bu dunyoda uningdek go'zallikni hargiz topolmaydi. Duosi arshni titirtar. Farishtalarmi uning duosiga quloq asar. Bu banda shundoq bir qul ekanki, Alloh uni har kuni seg'inadi. Uning duosini anglaydi. Ammo Alloh o'zini bu bandaning qalbidan hargiz chiqarib etmaydi. To'xtamang. Sizmi o'zingizni tepang. Qalbingizni tinchang. İçinizdeki Allah'ın sevgisini teping.